27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda Katta Farg'ona magistral kanalida timsohlar yurgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan timsoh masalasi bo'yicha Uchqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar bo'lim xodimlari tomonidan Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi Birlik, Paxtachi, Guliston, Tegirmon mahallalaridan oqib o'tuvchi Qayd etilishicha, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda Uchqo'rg'on tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Uchqo'rg'on tumani hududidagi Guliston, Paxtachi, Tegirmon va Birlik mahalla fuqarolar yig'inlari orqali oqib o'tuvchi Katta Farg'ona magistral kanalida o'rganish ishlari olib borilgan. O'rganish jarayonida kanalda timsoh mavjudligi aniqlanmagan. Fuqarolardan asossiz